Asab qilma. Asab qilayotganim yo'q. Hech qiladigan narsa yo'q bu yerga. Og'ayni, men asab qilaman, sen chidolmaysan. Yana bir marta tushuntiraman. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlari doirasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida uyushgan jinoiy guruhni tashkil etib, o'zlaricha ko'cha qonuni degan soxta tushuncha bilan qonun ustuvorligini mensimay kelayotgan shaxslar qo'lga olindi. Jaloliddin Ikromov laqabi Jalol Eski shahar 1988-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan, muqaddam sudlanmagan. Alisher Hamroyev 2002-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan. Temur Normurodov laqabi Diki 1985-yilda Shahrisabz tumanida tug'ilgan, muqaddam, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 109, 277, 166 va 250 moddalari bilan sudlangan. Ma'ruf Mavliyanov laqabi Borze 1994-yilda Qarshi tumanida tug'ilgan. Ushbu jinoiy to'da ko'cha yo'li orqali qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyatida yashovchi tadbirkor Abduazizov laqabi Major, undan 520 million so'm qarz bo'lgan Yakkabog' tumanida yashovchi tanishi Aliyevdan pullarini vaqtida ololmagach, qarzini undirish uchun yollanma shaxslarni jalb qilgan. Jinoiy guruh Jaloliddin Ikromov yetakchiligida Aliyevni muntazam ta'qib qilib, hatto yashash uyiga bostirib kirib, shaxsiy hujjatlarini tortib olib 520 million so'm talab qiladi va ushbu mablag' berilmasa, o'zi oila a'zolarini o'ldirish bilan qo'rqitib kelgan. Buyurtmachi topshirig'i asosida harakat qilgan jinoiy guruh avvaliga 1000 AQSh dollari, shuningdek qarzdordan bank plastik kartasi orqali 200 million so'm va keyinchalik yana 300 million so'm mablag'ni qabul qilib olgan va buyurtmachi tadbirkor Abduazizovga bermasdan o'zlashtirib yuborgan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu jinoiy guruhning 4 nafar a'zosi hamda buyurtmachi Abduazizov Firdavs qo'lga olindi. Ularga nisbatan Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A va V bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Qilgan ishimdan pushaymonman qattiq. Prezidentimizdan kechirim so'rayman. Xalqimizdan kechirim so'rayman. Ko'cha temasi yo'q narsa, o'zi yo'q umuman. Ishlash kerak, halol mehnat qilish kerak. Haromning oxiri voy bari. Qamoq jazosi bilan tugaygan. Pushaymonman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa bunaqa ishlarga aralashmaslikka so'z beraman. Yurtboshimizdan, davlatimizdan kechirishlarini so'rayman. Aybimmi? Iqrorman. Qilgan ishimiz noto'g'ri ekan. Pushaymonman, qilgan ishimdan pushaymonman. Eslatib o'tamiz, agar mazkur shaxslar xatti-harakatidan jabr ko'rgan fuqarolar mavjud bo'lsa, zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki yaqin oradagi ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Fuqarolarning shaxsi va bergan ma'lumotlari sir saqlanishi kafolatlanadi.